Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kivaro kanali do'stlar. Bugun sizlar bilan biz GTA 5 da YPX bo'lib ishlaymiz. Xo'p, bugungi mashinalarimiz Captiva, Merc va BMW. Birinchi bo'lib bu tarafdan boshlaymiz. Xo'p, BMW da birinchi bo'lib YPX'lik ko'ramiz. Hozir ko'rasizlar, bu yerda odamlarning pasport, odamlarda ichida nima bor, mashinalarni to'xtatib tekshirishimiz mumkin. Короче, ko'p narsalar bo'ladi. Yana bizga har xil viziflar kelib turadi. Masalan, kimdir orqasidan politsiyalar qo'ylayotgan bo'lsa, menga keladi, yordamlashib yuboring deb. Mana masalan hozir keldi. Bosamiz. Xo'p. Qo'ylayotgan ekan bizani politsiyachilarimiz, hozir ko'ramiz endi. Yo'q olaylik. Hop, biz buni to'xtatishimiz kerak. Tankdami? Buni qanaqa to'xtatamiz do'stlar? Tankda ekan bor-ku. Xo'p, xayrog'i birinchi marta. Hop, endi buni tushirish kerak. Hop, mana. Bu voyenniy ekan. Bu o'zi otdi, biz bunga otmoqchi emasdik, o'zi otdi do'stlar. Biz otmoqchi emasdik. Hop, shunaqa qilib, короче, qiziqarli video bo'ladi bugun. Hop, endi biz vizif kelguncha bir ikkita подозрительный mana shu g'alati yurgan odamlarni tekshirishimiz mumkin. Hop. Yo, bunga bormaylik do'stlar, sizlarga yana bitta ko'rsatdim. Masalan, odamni tekshirishi. Keyingi safar boramiz. Hop, mana. Qarasizlar, telefonda gaplashib turibdi, cho'tdan itomi? Sekin yoniga kelamiz. Assalomu alaykum, siz bilan komandir Kivaro aka. Pasportlaringizni tekshirib olaylik. Mana qochib ketadi. Biz buni otmaymiz. Shoker bilan qilamiz. Hop. Yo'q, bu o'zi qochdi. Biz buni sizlarga yana hali tushirmaga olib ko'rsatmoqchi edim. Mayli. O'zidan chiqdi, men bunga otmoqchi emasdim do'stlar. O'zinglar ham ko'rdinglar. Hop. Yana mana banda do'stlar, ko'rib turibsizlar. Sekin yoniga kelamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan komandir Kivaro aka, pasportlaringizni tekshirib olaylik. Mana yana qochyapti, ko'rasizlar? Ko'rdinglar, qo'lni ko'tardi, lekin men otib tashladim, chunki agar qochadigan bo'lsa, bu yerda farqi yo'q. Menga tekis aytdim, to'xtaylar. To'xtamadi, u o'zining muammosi. Hop, yana hozir qidirib, sekin mana shu подозрительный mana bandalar turibdi mana. Endi menga shunaqa tuyulyapti, bilmayman hozir. Ko'ramiz. Hop, pistoletni qotib qo'yamiz. Assalomu alaykum, siz bilan komandir Kivaro. Pasportlaringiz yana qochyapti. Hop, sizdan tekshirib olaylik. Qanaqa qochyapti? Hop, birinchi endi hozir ko'ramiz bunda nimalar bor ekan. Hop. Siz brat kasket bilan pistoleti bor ekan. Yo'q, buni otib tashlash kerak edi. Hozir bizni o'ldirib qo'ysa nima bo'lardi? Buni otib tashlash kerak edi, bunaqa bularni ayab o'tirmaymiz. Ko'rdinglar, bugun shunaqa qiziqarli narsalar bo'ladi. Hozir biz keyincha yana bitta tekshirib turaylik. Yana mashina to'xtata olamiz masalan. Mana masalan Hammer tekshiramiz hozir. Assalomu alaykum. To'xtang brat. Siz bilan komandir. Hop, yoningizda nimalar bor? Pasportini ham tekshirib olamiz birga. Hop, nimalar chiqargan? Hop. Pasportingiz brat. Pasportingizni bering. JRT 2002-yil, bularga hali можно ekan. Hop, endi buni politsiyskiy kompyuterdan tekshiramiz do'stlar. Narsasi yo'qmi ekan? Hop, litsenziyasi bor ekan, hech qanaqa sudlanmagan ekan hali. Oq yo'l aka. JK oq yo'l. Короче, ko'rasizlar, bugun shunaqa qilib aylanamiz va oxirida opasniy bandalar yoniga boramiz. Mana biz keldi, hozir endi yana boramiz. Yonimizda ekan. Mana kichkina kavet. Yo'q, men bekat. Ot.
O'ladim bular. Nechta o'q otdim, do'stlar? Ballonga otamiz, ballonga otsak to'xtaydi hozir. To'xta. To'xta. Voy do'stlar, ketib qoldi. Bu ham bizning bratimiz. Ha, urib bo'lsa ham to'xtatishimiz kerak buni. Hop. To'xta. Tush. Qo'lga ko'tarib tush. Yot. Bo'ldi. Pishting. Hadi git. Hop. Ha, endi buni qamoqqa boramiz. Hop. Pishtingiz, brat. Hop. Narushiga taqib olamiz, ya'ni qochib ketmasin. Hop. Endi buni bizning mashinamizga o'tkazamiz. Bola paqir pishdida bir 10-15 yilga ketdi. Bo'ldi, o'tiray. Endi hozir buni qamoqqa olib boramiz. Hop, buni migalkani o'chirib turamiz. Qamoqxonamiz mana bu yerda. Endi hozir shu yoqqa bora olamizda, buni qamaganimiz sizlarga ko'rsataman hozir. Xo'p, bolalar, biz qamoqxonamizga ham yetib keldik. Hozir endi bu yerdan to'xtaymiz. Endi bu bratni olib tushamiz hozir. Tushing, brat. Hop. Tushing. Endi ko'rdinglar do'stlar, shuncha olib keldik. Hozir endi buni qamoqqa tiqamiz. Ketdik. Brat, ola qamoqxonani ham ko'rsatib olaman sizlarga mana. Hop, hozir endi bu yoqqa qamab turamiz. U yoqni tepadagilar hal qiladi. Necha yilga qamaydi. Bo'ldi, bu brat pishdi. Hozirchalik qolganlari bo'sh. Xudo xolasa bugun shuni to'ldiramiz. Hop, ketdik. Hop, do'stlar, buni haydab ko'rdik. Endi biz mashinani o'zgartiramiz, Mers olamiz endi do'stlar. Hop do'stlar, mana Mersimizni ham qilib oldik. Ko'rishinglar mumkin, bu FBR aka, bu oddiy politsiyaniki emas. Hozir endi sekin aylanib, Nito yurgan topib ko'ramiz. Pasport, shuna narsalarni tekshiramiz. Mana. Bratimiz Nito yuribdi-da, masha. Yurishi xatoda, mash qarang. Qaranglar, ichganga o'xshagan. Hop, assalomu alaykum. Siz bilan komandaga kelyapman. Hop, narsalarni tekshira olamiz. Orqaga buriling, brat. Hech narsasi yo'qmikan? Yo'q, mashinani narsasi bor ekan. Hamma narsa joyida bo'lsa, brat, nega qochasiz? Shoker bilan. Yo'q, yetmayapti. Otib tashlashimiz bunaqa. Uzr, lekin atilib topmadim. Agar banda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz yana podkrepleniya so'rashimiz mumkin. Masalan, FBR keladi, yana shunaqa narsalar kelishi mumkin. Xo'p, boya va'da qilganimdek, hozir endi opasniy rayonga borib, mana bandalar bo'ladi, o'sha joyga bora olamiz. O'shdan videoni davom ettiraman. Xo'p, bolalar, opasniy rayonimizga ham keldik. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda odamlar to'la mana shunaqa hammasi qo'lida ko'rishinglar mumkin. Sigaret, shunaqa narsalar. Hozir endi bittasini to'xtatib, qo'limizga shoker olaylik, qochib ketadigan bo'lsa, sira tusha olamiz. Assalomu alaykum. Brat, to'xta oling. Nimalarimiz bor, brat? Xo'p. Pasportingizni bitta so'raylik. Pasportdan hozir ko'ra olamiz endi. Felix Ratsikotmi? Litsenziya bor edi. Bo'l. O'qiyor ekan. Xo'p. Yana bir ikkita odam tekshiraylik, keyin ham aytayotgan vizit tushsa boramiz. Hozircha hammasi yaxshi, bu yoqdagilarni. G'alati ko'rayotganlarning yoniga kelamiz, do'stlar.
Mana qaranglar mana. Uchala surtdi nima qilayotgan bo'lishi. Bu boy joy. Got my stripes OG style. Putting that work in. And talk to me about some dollars. None of that shit. Gaplash tildan o'zi bilindi-da, shu qanaqadir g'alatilik. Assalomu alaykum, salomlar. Kivaro kapitanimiz. Pasportlaringizni tekshira olaylik. Nimalarimiz bor aka? Pistolet. Yugur. Otib tash. Voy do'stlar, qaranglar. Banda. Voy, chaqir. Do'stlar bizga otishma qilishyapti. Ke. Подкрепление so'radim, kelib qollar. Voy, yomon otishyapti-ya do'stlar. Qoch. Qoch keladi endi ana biz bratlarimiz chaqirdi-ku, kelib qolar. Qani shuncha chaqirganimiz? Och chiqarmabdi yana. Ana kela ovoz eshittiradi ekan. Sekin yo'q qilamiz ularni. Ana kelishdi. Orqadan kirsa bo'lib sekin o'ldiramiz. Hop. Bo'ldi, yo'q qildik. Ko'rdinglar do'stlar? Nechta odam yo'qib tashladik. Ana magazin o'g'irlashayotgan ekan. Tez boramiz. 700 metrga tez borish kerak. Magazin o'g'irlashayotgan ekan. Bor. Ko'rasizlar do'stlar, qiziq. G'alati qolmaylik, his qilmaydi. 20 sekundda bora olishimiz kerak ekan. Davay. 10 sekund qoldi. Ulgurmaymiz-ku? Va ulguramiz. Normal. Tot. Tez yoniga borish kerak. Pulni qoldirdi, xo'p, birinchi bo'lib. Yoniga bor. To'xta, tez. To'xtagan do'st. Bo'ldi, o'lib ketdi o'zi. Xo'p, yana bir ikkita mashinalarni tekshiraylik. Keyin tugatarmiz videoni. Xo'p, endi hozir topish kerak. Xo'p, masalan bu avtosalon yonida. Avtosalon yonida odamlar sal boy bo'lishi kerak endi. Ko'raylik, to'xta. Assalomu alaykum, opa, to'xtang. Hop, bitta tekshira olaylik siz, opa. Hop, pasportingiz. Orqamdan yuring. Hop, hozir endi mashinamiz yonida buni ko'raylikchi. Hech sudlanmaganmikan? O'sha narsalarni ko'ra olaylik. Hop, bo'ldi, hammasi joyida. Sudlanmagan. Hammasi yaxshi. Uzr. Biz o'tirgan bo'lsak. Uzr-ku. Tak. Ana oxirgi odamimiz mana shu bratniyda o'tiribdi. Bitta ko'ra olaylik. Assalomu alaykum. Pasportingiz? Rahmat. Frank 75-yillik. Hop. Yozamiz. Litsenziya. Ana bu brat pishdi. Litsenziyasi tugagan ekan. Endi bu brat aniq hozir ketadi. Bitta obыска chiqaraylik, ichida nimadir yomon narsalar yo'q ekan. Оружие degan narsa. Yo'q. Bo'ldi. Litsenziyasi tugagani uchun brat afsuski qo'lga olindingiz. Yuring endi ketdik birga. Hozir endi buni ham qamab qo'yamiz. Hop, bo'ldi. Hozir endi turmaga borib buni qamab qo'ysak,
Bugunga yetadi deb hisoblayman. Borib qo'yaylik endi. Xo'p, bolalar, yana tushirmamizga keldik. Mashina yaxshi qildim va ozgina pachavot. Endi bu bratja ko'pga qamalmaydi. Faqat litsenziyasi tugagan. Balkim zalog orqasida qo'yib yuborar. What's happening? Bu brat boyga o'xshatdi. What in Sam Hill? Orqamdan brat. Ketdik. Xo'p, bu ikkinchi qamalgan odamimiz bo'ldi shunda. Makes me cool. Yeah. Bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Omad brat. Ana brat meni ketibdi o'zi. Ancha o'zi qamoqda. Zo'r kunimiz bo'ldi. Ikkita odam qamadik. Banda bilan urushdik. Xo'p bolalar, bugunga yetadi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doim Kivaro bo'ldi. Agar mana shu video yaxshi yoqqan bo'lsa like bosib qo'ysanglar, yana ikkinchi qismlar ham chiqadi. Xo'p bolalar, sizlar bilan har doimdek Kivaro bo'ldim. Hammalarga xayr, hammalarga omad.